Sening mashina yo'q ekan, Buxoroga ketadigan. Mashinalar ko'p, taksilar qimmat aytyapti. Men ham shunsiz qo'ynaga olgandim. Opamni to'ylari edi. Bir emas ikkita qo'ynaga oldim. O'shanga pulim ozgina kamroq qoluvdi. Agar qo'ynaga olmaganimda, o'sha aytgan pulingizni berardim. Men taksizda ham oila bola chaqani deb boqaman deb chiqqanda ular. Mana savdolashmay olib ketadigan mashina ham bor ekan-ku. Rahmat sizga. Menga o'xshagan insonlar yo'l-yo'lakay olib ketadi-da. Avvalo pul uchun to'xtaganim yo'q ekan. Shunday chiroyli qiz ko'chada kutib qolmasin dedim-da. Kechirasiz, xushomad kuncha hushim yo'q. Pulingizni beraman.